Türkiye'nin Konya vilayeti Derbent nahiyesinde bir grubu taqqı yamaşqıçılar Aladaq teği yamış arqılı Xitayning Sharqi Turkistondagi siyosatlarga noroziligini bildirdi. Sharqi Turkistondagi inson qilipidan chiqqan jinoyatlarga noroziligini bildirish uchun IXX insonparvarlik yordam vaqfi Konya sho'basining izlash qutqizish atriti va fidoilar Derbent nahiyalik hukumatning hamkorligida Aladaq teği yamış faoliyat o'tkazdi. Şunun bilan birga Amasya futbol klubi Taşuvasi klubi bilan o'tkazgan musobaqada Sharqi Turkiston bayrog'i tushirilgan va zulmga sukut qilma deb yozilgan qora ranglik mayka kiyib Xitoy zulmiga norozilik bildirdi. Uningdan boshqa Sakarya Selçuklu ocaklari a'zolari Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Malayziya Xitoy qurilish shirkatiga huddiga bergan g'oyat zo'r bir temir yo'l qurilish turini amaldan qoldirishni qaror qildi. Malayziya Moliya ministri 20 milliardlik chiqimning pek ko'p ekanligini ta'kidladi va Xitoy telegraf qurilish shirkati bilan to'xtamlashgan Sharqiy qirg'oq temir yo'l qurilish turini amaldan qoldirganligini bildirdi. Siyasi faoliyatchilar, yer da'vogarlari va falung'unchilar uchun oqlug'uchi advokat qilish bilan tonilgan 42 yoshli Wang Quanzhang davlat hokimiyatini og'dirib tashlash jinoyati bilan ayblanib 4,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoyda yaqinqi yillardan buyon kishilik huquq qo'g'duvchi advokatlarni sotlash ahvollari ko'paydi. Yaqinqi yillarda qo'lga olingan 200 advokatning ko'pinchisi Wang Quanzhangga o'xshash qamoq jazosiga uchirdi yoki nazarband qilindi. Bu qatimqi sud hukmi Wang Quanzhangga o'xshash qarashdagilar uchun berilgan bir ogohlantirish deb qaralmoqda. Aqsaray Venezuelaning Amerika banklariga hisoblarning boshqarish huquqini Venezuela prezidenti Maduro'dan elib oldi. Hisoblarning o'zini prezident deb e'lon qilgan, lekin hech qanday amaliy huquqi bo'lmagan Juan Guaidoga berilganligi uqtirildi. Amerika Markaziy bankasi hukumatning qaroriga asosan hisoblarning boshqarish huquqini Guaidoga yetkazib berilganligini dalilladi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Dmitriy Peskov Venezuelada o'zini davlat boshlig'i deb e'lon qilgan parlament raisi Guaido bilan aloqa qilmaganligini ta'kidlab, bundaq bir planimiz yo'q. Boshqa davlatlarga o'xshashlab Venezuelaning ichki ishlariga aralashish vaziyatni texmi yomonlashtirdi dedi. Yevropa tor va uchur bexatarligi organi davlatlar asirdan qo'llayotgan tor hujumlarining ishiyotganligini ta'kidlab, Xitoy, Rossiya va Eronning iqtisodiy josuslik faoliyatlarida eng kuchli davlatlar ekanligini aytdi. Mazkur organ e'lon qilgan dokladda davlatlar qo'llayotgan va iqtisodiy josuslik maqsad qilingan tor hujumlarining ko'payayotganligini ta'kidlagan va Xitoy, Rossiya va Eron iqtisodiy josuslikda eng aktiv va eng kuchli davlatlardir deyilgan.